Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamasizlar? Do'stlar, xudo xolasa mana qilich o'riklarimizni ko'rishlaring mumkin. Aprelning 20larida ekilgan o'rik mana bu yil 2025 mana. Kalibrlarni ko'rishlaring mumkin. Do'stlar, bunga hozir biz shakl bergani keldik. Xudo xolasa Namanganni chustamiz. Mana bir shakl berishlar sizlarga ko'rsatamiz. Endi olib keling kamerangiz do'stim. Bu qanaqa shakl degan joyiga men sizlarga hozir ko'rsataman. Do'stlar, mana shu holat, mana shu holatlariga bir xillikni bir xil olish kerak. Buni biz hozir bu holatda qilib bitta shakl beramiz do'stlar. Mana bu yerda yana bitta shox chiqalik, bu kaltagimiz 4 oyda o'zini mevaga hosilga o'tiradi. Keyingi yildan 2 yashar bo'lganda mashlarda 4 kilo, 5 kilo meva olishi mumkin do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Bir xillik 10 sm mana tekis qilib. Ko'rishlaring mumkin do'stlar. Buni bergan shoxlari vaqti zo'r effekt berdi. Mana 2 oylik ko'chatmas mana. Hisobda hozir bir bora bir 60-70 sm shox bergan 2 oylik ko'chatlar mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunga biz shakl bergani keldik endi. Sizlarga hozir bu kenguru butasi demaydi. Tegib usulda olib ketyapmiz o'rikni ham mana. Ko'paytiramiz. Xudo xolasa maktan shox chiqarib bersa, avgustga borib yana bitta shakl qilamiz, daraxtning holatini ko'rasizlar do'stlar. Tagi ham baquvvat bo'ladi. Mana qanaqa shox bergan mana ko'ring. Shox mana bu 2 oylik ko'chatmas do'stlar, mana ishonmaysizlar 2 oylik mana. Bitta 70 ga forma berilgan. Olib keling, men formasini ko'rsatinglar. Mana bitta 70 ga forma berilgan. Mana 70 sm da forma. Mana u 2 oyda chiqqan shoxlar mana. Tegib usuli deyiladi. Mana shu holatda 10 sm, 15 sm iloji boricha bir xillik bo'lishi kerak mana. Ko'rdilaring do'stlar. Xudo xolasa maqlagan shu holat, mana ko'chatlarimiz. Ularni ham ko'rsating. 2 oy bo'lgan nurda turgan ko'chat. Yil ekilgan aprel 20'sida. Xudo xolasa. Keyin mana o'tiga kelsak do'stlar, mana shu o'tlarga ham savol bo'lyapti. Bunga hali herbisid dorimiz bor. Gulfasad degan dori. Xuddi o'shundan bir qator septiramiz. Xudo xolasa rosa hozir o'laydigan mahallada bir qarishlik bo'ldi mana. Urug'i hali pishmagan. Qaytib chiqmaydi o'shunaqa nima o'tlarimiz do'stlar. Ko'chatni ko'rsating do'stlar mana. Ham bo'yi bo'lib qolibdi o'zi. 2 oylik ko'chatlarimiz. Mana shu holatda qilib ketamiz. Bu yozgi kesuv abreskasi mana shunaqa bo'ladi do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bir xillik. Bu